Yana bitta variantimiz chiqyapti. Yunusobod 11-kvartaldan 3 xonali uyimiz bo'ladi. Yangi remontdan chiqqan uyimiz ekan. Shuni obzoriga kelganmiz. Yunusobod 11-kvartal, shundoq Megaplanetdan yonida 3 xona, 4-etaj uyimiz. Obzorimizdan boshimiz. Bu yog'imizda podyezddan kirishimiz bo'lyapti. Bu yog'ida o'zini stroy mebellarni qilib ketishibdi. Bu yoq to'g'rimizda o'ng qo'limizda sanuzel tualetimiz bo'ladi. Ko'rsangiz bo'ladi. Kafelar ham yangi, hamma narsalar yangi qilingan. To'g'rimizda oshxonamiz bo'lyapti. Oshxonadan kerakli mebel texnika hammasini qo'yib ketishgan ekan. Ko'rsangiz bo'ladi. Uyimizdan 72 kvadrat. Bu yog'imizda ikkinchi sanuzelimiz bo'lyapti, vannamiz. Bu yoqda mana kir mashinalarini hammasini qo'yib ketishgan ekan uygalar. O'ng qo'limizda zalimiz bo'lyapti. Zalimiz katta bo'ladi mana. Bu yoqda mebellarni hamma narsani qo'yib ketishgan ekan. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Hamma narsalar bor. Bu yog'imizda birinchi xonamiz bo'lyapti. To'g'rimizda bitta deski xonamiz. Ko'rsangiz bo'ladi. O'ng qo'limizda spalni xonamiz bo'lyapti. Mana spalnisidan kerakli hamma narsani qo'yib ketishgan ekan uy egalari. Remontiga o'zingizlar baho beraverasizlar. Bu uyimiz 72 kvadrat, fransuskiy planirovka. Shundoq metrolarga ham yaqin. Yunusobod metroga bir 2-3 minutlik yo'l. Xo'p, narxiga kelamiz. Narxini 110 ming deb so'rashyapti. Yana sunnatlik ozgina o'tib berilgan javob bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. E'tiborli uchun rahmat.